Hurmatli ustakalar, sizlarga bittagina iltimosim bor. O'zlaring sog'liqlaringga yaxshilab qaranglar. Chunki bironta mijoz sizlarga sog'liq uchun pul to'lamaydi. Mashina usta hamda mijoz orasida bitta narsa inobatga olinmaydi. Ustaning sog'ligi. 70-80% motorist tanishlarim orasida belida grijasi bor. Bu bir. Har kuni benzin bilan ishlashadi. Salarka deyli zarar. Svarshik ustakalarimiz bor. Birinchi o'rinda zreniyasi ketadi. Svarkada ishlaydi, kempingda va hokazo. Bolgarkada ishlashadi, ko'ziga narsa kirib ketadi, uni changini yutadi. Moychi aka-ukalarimiz bor, ular ham moy bilan ishlashadi, u ham ximikat. Antifriz to'kishadi, yoz kunida shunaqa hidi keladiki, unga chidab bo'lmaydi. Jigar, pochka, o'pka hamda shunga yarasha kasalliklar chiqib kelaveradi. Eng asosiysi Kastaprov ustakalarimiz. Ularning ishi juda ham zarar. Plyuzatorga, kraska, rastvoritel, shpaklovka, ularning hidi chidab bo'lmaydigan darajada, bosh og'riydigan darajada bo'ladi. Hurmatli ustakalar, sizlarga bittagina iltimosim bor. O'zlaring sog'liqlaringga yaxshilab qaranglar. Chunki bironta mijoz sizlarga sog'liq uchun pul to'lamaydi.